Assalamu alaikum muhtaram televizor görüp atqanыңda Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasının haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamızda muşu bir hafta jarayonida Uyg'urlarga dair berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 1948 yıldan buyon Birleşken Devletler Teşkilatı her yılı 10 dekabr gününü Dünya İnsan Hakları Xotira kuni sifatida xotirlab kelmoqda. Bu münasebet bilen Amerika Devlet Meclisi'de 7 dekabr günü Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligi ve onun hozirgi ahvoli haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodir xonim guvohlik berguvchilarning biri sifatida so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan inson haqlari dafsandichiliklaridan ma'lumot berdi. Aldın haftadan buyon ijtimoiy taratqularda 3-4 yoshlar atrofidagi bir Uyg'ur balaning ma'lum bir qo'shtillik yaslida Xitoycha so'zlarni talaffuz qilishga qo'pollik bilan zo'rlanganligi haqidagi bir sin ko'rinish tarqaldi. Mazkur sin ko'rinishida Xitoy yasli o'qituvchisining Nasrullah ismli Uyg'ur balaga turmushga lozimlik odatdagi Xitoycha so'zlarni emas, balki Xitoy davlat bayrog'i bilan Xitoy davlat girbini Xitoycha deyishga zo'rlashi avomda kuchli inkas paydo qildi. Uyg'ur elidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan yasli o'qituvchilari bu xildagi ahvollarning mavjudligini dalillagan bo'lsa, muajiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilar qo'sh tillik yaslilardagi Uyg'ur bolalari duch kelayotgan qismatlardan andish qilayotganligini bildirdi. Egallanishicha, Uyg'ur Avtonom rayonluq doiralar 2016 yili 9 oydan boshlab rayonda umumyuzlik salomatlik tekshirish qurilishini yo'lga qo'ygan. 180 million so'm mablag' ajratilgan mazkur hukumat qurilishida bu yil oxirlashidan burun Uyg'ur elining janubidagi 3 viloyat, bir oblastdagi aholilarning salomatligi umumyuzlik tekshiriladi ekan. Ham ularning shaxsiy biologiyalik uchurlari muqimlashtiriladi ekan. Uyg'ur elida umumyuzlik va majburiyat sifatida ilib berilayotgan bu qurilishning maqsadi chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarda turli gumonlarni paydo qilmoqda. Angliyadagi mustaqil tadqiqotchi Anvar To'xti shaxslarning biologiyalik uchurlarini to'plash qilmishi gumon paydo qiladi deb ko'rsatdi. Chunchuango Uyg'ur Avtonom rayoniga partkom sekretari bo'lib tayinlangandan buyon uning rayondagi qo'shmaq tuqqan bo'lish siyosati kuchli inkas paydo qilmoqda. Egallanishicha, uning qo'shmaq tuqqan bo'lish siyosatida har bir Xitoy kadr oilasining birdan Uyg'ur tuqqani bo'lish, har bir Uyg'ur kadr oilasining birdan Xitoy tuqqani bo'lish tashabbus qilindi ekan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan yerlik fuqarolar hozir Janubiy Uyg'ur elida qo'shmaq tuqqandochilik harakatining avji ilayotganligini bildirgan bo'lsa, chet ellardagi kuzatuvchilardan doktor Qahar Barat apandi bu harakat doiralarning Uyg'urlarni kontrol qilishdagi bir xil chorasi deb ko'rsatdi. Xitoy doiralarining atalmish diniy asabiylik zarba berish harakati davomida Uyg'ur elining ba'zi joylarida bir qism, ba'zi joylarda ko'p qism masjidlar cheqilayotganligi ma'lum bo'ldi. 9 oq tavasidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan yerlik soqchilar bilan kanit boshliqlari bu haqda uchur berishni rad qilgan bo'lsa-mu, ammo ular masjid cheqish vaqasining yuz berganligini inkor qilmadi. Turkiyada yashayotgan muhojir Abdurahmon Hoji apandi yurti 9 oqdan anglagan voqealar haqida uchur berib, Langariyasining o'zida yaqinqi bir qancha ichida 50 necha masjidning cheqilganligini bildirdi. Xitoy hukumati yaqindan buyon Uyg'ur elida diniy faoliyatlarni kontrol qilishning yangi chora-tadbirlarini yo'lga qo'yib, butun Uyg'ur diyoriga jiddiy turda kengayotganligi ma'lum. Egallanishicha, yerlik aholilar nazar chiroq, nikah, sunnat to'y, xatm to'y, Qur'on, Mavlud qatorliq diniy tus olgan faoliyatlarni o'tkazmoqchi bo'lsa, oldi bilan yerlik doiralarga ma'lum qilib, ularning ruxsatini olish talab qilindi ekan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan yerlik amonlik xodimlari mazkur choraning navbatda ijro qilinayotganligini bildirdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandi bu choraning rayondagi eng aqalli insoniy haq-huquqlarga qilingan daxli ta'ruz ekanligini ilgari surdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.